Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich. Sizga men Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurobod shahrida istiqomat qiluvchi Hayit Shavkat tomonidan murojaat yo'llayapman. Mana shu tumanda fuqarolik sudining raisi olib borayotgan nohaqlari, noinsoflarcha chiqarayotgan qarorlaridan men shaxsan noroziman. Shu tufayli sizga mana shuni isbot uchun ba'zi bir materiallarni foydalangan holatda materiallardan sizga bildirish bermoqchimanki, mana shu yili 2025-yil 18-sentyabr oyida sud mana shu fuqarolik bo'yicha noqonuniy qurilish degan narsa bo'yicha menga qandaydir bir o'sha Nurobod tuman fuqarolik sudidan sud bo'lib o'tgan. Men buni mutlaqo bexabarman, qanday olib borganligi yuzasidan. Bu noinsof sudya shunchalikki, bu Nurobod tuman fuqarolik sudining sudyasi. Hech qanaqangi chaqiruv qog'oz yo'q. Sudga olib keltirish haqida hech narsa yo'q. Materiallarda o'rganishlik holatidan mutlaqo bexabar, ya'ni bir taraflama kadastr, ya'ni mana bu borada men chiqish qilganman. Boshqa bir arizachi tarafga yonboshish qilib, holat bo'yicha bironta surishtiruv olib bormagan holatda sudni ko'rib yuboryapti va buni majburiy ijroga birdan o'tkazilgan. Ya'ni noqonuniy qurilishni o'tkazilib yuborilyapti. Bu yerda meni ishtirokim yo'q, mendan so'rash yo'q. Faqat o'sha o'tkazilgan kuni ertalab nimada kadastr bo'limini xodimi Muhiddin degan yigit telefon qilgan. Menga bugun sud bo'lish kerak, sud tayinlangan, nima, qanaqa, qachon haqida ma'lumot yo'q. Men keyin unga aytganman, sud agar menga bir yo'llanma, bir nimadir berish kerak edi, yoki menga chaqiruv qog'oz berish kerak, yoki o'zimni chaqirishim kerak. Sizlarning kadastr, ya'ni menga nisbatan chora ko'rishni xohlovchigan tomon, ya'ni sudning u vakili emas, u hech kim emas sudga. Uning hech qanaqangi menga murojaat qilishi, meni sud jarayoniga chaqirishi haqida hech qanaqangi huquqqa ega emas. Demakki, uni shunchaki og'zaki aytgan gapim bilan men ish qilgan emasman. Sudni agar menda bir vaziyat, bir noto'g'ri vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, sud chaqirilishini kutganman. Sud lekin bu fuqarolik sudi raisi noinsof deyman, noinsoflarcha ish qilyapsan. Sen noinsof. Sen mana shu prezidentga murojaat qilyapmanki, mana shu Nurobod tuman fuqarolik sudining raisini shaxsan mana xizmat tekshiruv o'tkazishni so'rayman. Bu Samarqand viloyati Nurobod tumani xalqimiz anchayin bu odamga biron narsa gapira olmagan shekilli, bu xohlagan ishini qiladi, xohlagan boyagi nima deydi, o'zi keng, soyasi nima deganday, bu har xil mana bunaqa ishlarni qilyaptiki, butun bu o'sha Nurobod tuman xalqiga qolaversa, u chiqarayotgan qarorlar yuzasidan barcha fuqarolar norozi. Shaxsan men o'zim nimadan bu ishni bilyapmanki, bu odam sudni chiqarib, mana bu sudni o'tkazib yuboryapti, meni ishtirokimsiz. Aytishingiz mumkin, sud siz kelmasangiz ishtirokingizsiz o'tkaziladi. Lekin bu yerda menga na bir xat berilgan, telefonim aniq na telefon qilingan, yoki biron bir boshqa bir vaziyatlarim bilan mening o'zim uyimdan bir 300 metr, 400 metr masofada sud nimasi bor, ish joyim aniq. Agar shu masalada biron bir bildirish yoki nima qilganda, bu agar xohlaganda edi shu sudya menga bir ilojini qilardi. Ichki ishlarga aytsam, meni shunday olib borish imkoni bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, eng xunuk taraf shundaki, bu odam, bu sud, noinsof sudsan, noinsof sud bu ijro nimasini chiqaryapti, hech qanday bir nimasiz. Buni men majburiy ijrodan xotinim nomiga bitta bildirish kelyapti. Shu falonchi Hayit Shavkat sizda nomingizdan deyapti. Shu sud bizga MIP majburiy ijroga ishni tashlayapti va noqonuniy qurilish bo'yicha chora ko'rilish haqida. Ya'ni menga majburiy ijro etyapti, 2 million qanchadir hisobda, yana siz pulam to'laysiz. Buni agar yutsangiz, yutmasangiz deyapti. Majburiy ijroga bu kunsiga uchrashganimda, noma'lum bu qayerdan keldi, bu kim yubordi sizga deganimda, qarang, mana shu ijro varaqasini men qayerdan olyapman? Majburiy ijro byurosidan olyapman. Sudya
S.U. Quliyev bu. Bu sudya, bu qanchalik bu inson bu. Bu qanchalik inson. Sudyalarga aytyapsiz, mayli, bu xolis bo'lsin, hech kim bularga zarar bermasin, ya o'zi mustaqil ravishda qaror chiqarsin deb turib. Bu endi mustaqillik o'z yo'liga, lekin xalqqa bunchalik hech nimadan so'rovsiz bo'lib qolsa ham bu sudyalarga menimcha vijdonli sudyalarga bu taalluqli emas. Bunga o'xshagan vijdonsiz sudyalarga bu taalluqli ekan. Bularga keng vakolat beraversa ham bo'lmas ekan. Bularni sizdan bilmadim qandaydir bir tekshiruvchi qo'ymasangiz bo'lmas ekan. Bu noinsof agar uchrab qolsa bu sudyalarning, bu demak qarang, hech kimga bo'ysunmasa ham yomon. Hech kim so'ramaydi. Shunday sud qarorini chiqaryapti. Biz noma'lum to'g'ri majburiy ijroga beryapti, bajarilsin, tamom. Bu bir fuqaroni, insonni eshitmaysanmi sen? Ha? Sudya bo'lsang, sen eshitib, bir tekshirish, taftish o'tkazib, undan keyin bir qaror chiqarmaysanmi? Qaror chiqargan bo'lsang, nimaga to'g'ri majburiy ijroga? Apellyatsiya bor, kassatsiya tartibi bor. Ha? Qayerdan chiqqan bunaqangi sen xohlasang, xohlagan ishing bo'lish kerak degani. Bir noinsof bitta hojiman deyishga ham o'zi bir til bormaydi. Bir nima deydi? Ko'zbo'yamachi bir nomiga bir hoji bor. O'sha hojining arizasiga binoan sen ish ko'rib beryapsan. Lekin u yerda bitta tekshirish, taftish ishini hech qanday amalga oshirmagansan-ki. Bir tomonlama ish ko'rib chiqyapsizlar sizlar. Yozyapsan, shunchalik chala savodsizlar sizlar. Mana sudning qanusini qarang. Endi bu o'ndiruvchi deyapsan. O'zbekiston Respublikasi mana kadastr agentligi Samarqand viloyati deb yozyapsan. Endi meni yashash manzilimni mutlaqo boshqa joyda yozyapsan. Ko'ryapsan bu yerda qanchalik darajada. Hal qiluvchi qarorisini qonun kuchga kirgan. Qarori 2028-sentyabr qonun kuchga kirgan. Nima buni sen bilishing kerak, majburiy ijro bilish kerak, tamommi? Nima fuqaro bilish kerak emasmi? Sen borganimda na bitta bu nima beryapsan menga? Qaror beryapsan. Yoki masalan menga shu qaror haqida bitta ma'lumot ham kelgan emas. Meni chaqirmayapsan, qarorni chiqaryapsan, hech kimdan so'roqsiz. To'g'ri majburiy ijroga jo'natyapsan. Bu qanaqangi adolatsizlik bu? Ko'ryapsizmi, hurmatli prezident? Kimlarga tashlab qo'ygansiz xalqni? Kimlarga? Bularning orqasidan tekshiruvchi yo'q. Bitta tekshirib bir qonunda bir ustuvorlikni ta'minlaydigan tashkilot yo'q. Prokuratura ham shu. Hozir buni chiqqanimdan keyin boyagiga jidosan. Agar menga bir nimadir agar topishga harakat qilib, birdaniga meni yopishga harakat qilish juda tez bo'ladi, masalan. Lekin bunaqangi bir vaziyatlarda bironta so'zingiz yetib bormaydi, yetib borsa ham hal bo'lmaydi. Sizga mana bu ham mayli. Bu hozir bir chiqarib yuborilgan bu qarorni, bu sudning holatini aytdim. Buni iltimos sizdan mana bu Samarqand viloyat Nurobod tuman fuqarolik sudining raisini shaxsan xizmat tekshiruvi o'tkazib, bu odamni bir ishini bir tartibga olishingizni so'rayman. Bu odamga nisbatan xizmat tekshiruvini o'tkazib, qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Bu birinchi. Ikkinchi, sizni portalingizga yaqin sanada endi hozir chislasi bir 25 bir oycha yaqin vaqt uzoqroq oldin nima qilyapman, chiqish qilyapman portalingizga. Portalga o'zi haqiqatan bitta o'zi ishlab turgani shu deb o'ylayman, lekin degan joyi bor. O'sha portal chiqyapmiz, xalqdan chiqyapmiz, lekin o'sha bu yoqdagi, ya'ni quyi, ya'ni Nurobod, ya'ni tumanlar miqyosida sizni gapingizni mutlaqo eshitmaydi, eshitsa ham eshitmasligiga oladigan nohaqlik bilan qaror chiqaruvchilar, shunaqangi xalqqa jabr beruvchi, mana bu kirishlarga o'rnashib olgan ba'zi bir mutasaddi bir mansabdorlardan xalqning juda ko'p noroziligiga kelib chiqyapti shundan. Mana bu yerda shundaki, mana shu o'sha chiqqanimdan keyin sizda aytayapman. Mana bu noqonuniy qurilish degan joyda o'zlashtirib olingan joy deb beryapman. Undan keyin bu yerda Nurobod tuman qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi vazirlikka qarashli bo'limdan bo'lim boshlig'i Rahmonov degan odam chiqyapti. Joyidan chiqqan emas.
to'g'ri menga birov kelib turib uchrashib, mana bu xatingiz yuzasidan bir tekshirish olib boraylik, mana shu yerda nima vaziyat deb so'ragan emas. Bu odamning kimligini ham tanimayman. Bu odam menimcha o'rganib qolgan, pochtalyondek qilib u yoqdan kelgan narsani nima qilib bo'lsa ham tushuntirildi, aytildi, falon ekan, piston ekan degan narsa. Ya'ni qog'ozda, masalan, dokumentda birov poddelka dokument qilsa ham, dokumentni qarayapti, go'yoki bularda ko'z yo'q. Shunday qaraydi, ha deydi, hoji aka deydi, siz bilaman deydi, siz namozxonsiz, shunaqangi shunday bir bechorada yurasiz, lekin deydi, bu yoqda pishitib qo'yibsiz, jayini solib qo'yibsiz demaydi. Bular shunday qaraydi, deydi, shu poddelka boyagi qalbaki chiqarib olingan bo'lsa ham, joyini o'zlashtirib olgan bo'lsa ham, ha deydi, bo'ldi, shunga qarab shunday xat qilyapti-dagini sizlarga qayta jo'natyapti. Menga mana bunaqangi O'zbekiston Respublikasida kommunal xo'jalik bo'limidan deb bildirishnoma qilib, mana bunaqa narsa jo'natib o'ryapti. Ikkita ishda. Bemalol bularda joyiga chiqish degan narsa yo'q. Ya'ni bir tekshirish yo'q. Fuqaro bilan muloqot yo'q. Siz u yerda o'tirib, jon koyitib o'tiribsiz. Mayli, sizni kimdir yomonlayapti, boshqa qilyapti, siz nima qilsa ham bir o'zingizsiz. Hurmatli prezident, siz bir o'zingizsiz, sizni sayladik, sizni umid bilan sayladik. Kimdir foydasi yo'q deyapti, kimdir nima deyapti, lekin siz prezident sifatida men sizga baribir boshqa murojaat qilishdi, biron joyda men kerakli joy deb hisoblamayman. Chunki biron joy bu ishni hal qilib bergan emas, bunga e'tibor ham qaratgan emas. Mana oradan qariyb 1 yilga yaqin vaqt bo'lyapti. 1 yilga yaqin vaqt oralig'ida birov masalan joyiga chiqib, ya prokuraturadan, ya suddan, ya mana bu joylardan kelib turib, mana shuni tagini ko'tarib, to'liq shu ish yuzasidan bir amaliy bir yordam yoki bir izlanish qilgan emas. Hammasi sizlarga bizlar yuboramiz, murojaat qilib yuboramiz. Murojaatlar sizga bilaman, u yoqda endi siz hamma, chunki juda ko'p odamlarda muammo juda ko'p, chunki O'zbekiston Respublikasida muammolar yetib ortadi. Buni shunchaki buni ulgurmaydi. Prezidentlik devoni ulgurmaydi. Boshida bir yaxshi ishladi, undan keyin sekin buni oladi, murojaat deb jo'natyapsizlar. Bu tarafga jo'natyapti xodimlaringiz. Endi tumanlarga kelgandan keyin tumanlar o'rganib oldi. Shunday qaraydi, bularga bu qiziqtirmayapti. Chiqib turib xalqning bu dardi nima qiziqtirmaydi. Siz u yerda yuribsiz, qadamma-qadam. Kecha bir qaysi nimada ko'rdim. Shu aytgan hokimlar sizga chiziq qilib bergan joydan emas, o'zingiz shunday chiqasa bitta ko'chaga kirib bir eski joylarni ko'rib, ahvolni birdan bilib olyapsiz. Yaxshi, bu ishlaringiz tahsinga sazovor. Lekin mana shu Samarqand viloyati Nurobod tumanida bo'layotgan nohaqliklar yuzasidan bu tumanga bironta prezident qadam bosgan emas. Bu tumanga shu paytgacha bu joyda xohlagan ishini qilib o'tiribdi hozirgi paytda. Bizda xalqimiz endi anchayin bir balkim avangard nima emas, o'zining fikrini balkim bildiryapti kimdir, lekin bu tepaga chiqmasdan shu yerda o'zida so'rib ketaveradi. Vaziyat shunday, hech kim holingdan xabar olmaydi. Mana bu kommunal xo'jalik sizlarga yo'llagan xatimni tekshirish olib boringlar. O'sha joyda o'zboshimchilarni egallab olgan deganiga bu boyagi Nurganma nima xususiy firmasini mulkdori deyapti. Xolboyev Salim Baratovich Qilishli mahalla fuqarolar hududida yashovchi fuqaroning joyi ekan deb beryapti. Men ularga bu vaqtda aytmayapman. Hozirgi holatda joyi deb olgan. 2018da o'tkazib olyapti, hadiya qilib. Lekin meni 2012-yilda qurilgan joyimni o'zlashtiryapti. Bu noinsof 2012-yilda o'zlashtirilgan joy masalasi haqida ketyapti. Tushunyapsizmi? 2018-yilgacha bo'lgan qaroringiz bor. Noqonuniy agar bo'lsa, noqonuniy emas o'zi. Bu hokimiyatdan beri faqat vaqtida ulgurilmadi. Chunki nohaqlar ko'p bo'lgani uchun bu yerda surishuvlar bo'lib, bir ikkitasi bo'shab ketganda oqibatda shunday vaziyat kelib chiqdi. Lekin bu o'sha aniq rejalarda ko'rinib turibdi. Bu eski Sabrsoy restoran joyligi bundan chekkaga chiqib qo'shimcha joyda o'ziga proyekt qildirib qo'shib yuboryapti. Va hozirgi kunda nafsi juda hakalayotgan bu akamizni, hoji akamizni, butun bu bizga nisbatan men aytib o'tiribman. Kecha sudda ham aytayapman. Shu joy senga kerak bo'lsa olgin deyapman. Shu joyda endi shuncha xarajat qilganimcha mayli qarab o'tiribsan ekan, mayli seni joying ekan. Ertandan kelishamiz bilan o'tiryapti-da. Qurilish bo'lguncha kadastr hamma qarab o'tiribdi. Endi kelganda shu joyda olmoqchi bo'ldi.
Men aytyapman sudda, "O" deyapman, "Oling" deyapman. "Jo'y kerak emas" desam, "Ha, olaman." "Ha, olavering" deyapman. Olavering. Boshqa nima? Chunki bilaman, bizda haqiqat bo'lmaydi. Haqiqat yo'qligi sudlar buni ichki-machki hech qachon tekshirmaydi. Bor shunday qaraydi, bo'ldi. Mana bunga o'xshagan sudyalar bo'lsa, fuqarolik sudi sizni chaqirtirib ham o'tirmaydi. Chaqirtirib o'tirmaydi. Mayli chaqirtirsa ham maylida, ko'nglingiz bir xotirjam bo'ladi-da. Bular chaqirtirmasdan qaror chiqarishga kim huquq berdi bularga? Hurmatli prezident. Janob prezident, bu narsalarda oxiri bormi, yo'qmi? Xalq bu bir norozichilik, nima ko'tarilishi o'z yo'liga. Lekin oddiy bu masalalarda bu sudyalar xohlagan ishini qilsa, mana bu qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi vazirlik qarash bo'lim boshlig'i hamga o'xshagan hokimiyatda o'tirsa kerak, buni joyida ham bilmayman, chunki kimligini ham bilmayman. Bunga o'xshaganlar joyida o'tirib pochtalarni qilsa, xat jo'natib yuboryapti, bo'ldi, u yoqqa sizlarga javob xat jo'natyapti, bizga bo'lsa mana bunaqa ko'rildi, tekshirildi. Agar siz qarordan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga bizlar murojaat qilishimiz kerak ekan. Bu degani sizga murojaat qilyapmiz, sizlar yana tashlayapsizlar bu yoqqa. Bu yerda yana masala hal bo'lmaydi. Bular yana sizlarni allab u yoqqa narsa tashlaydi. Bu yerda bitta fuqaroning shunchaki umri o'tadi, oxiri 1 yozadi, 2 yozadi, 3 yozadi, shu bilan bo'ldi. Aytadi, deydi, bunaqa deydi, yozishib umrim o'tgandan ko'ra deydi, qo'yishi kerak emas deydi, yoki shu ishni tugatadi, yo bo'lmasam chet elga ketadi, qo'yadi. Mardikalishiga chiqib ketaveradi, ish bitmagandan keyin. Buni kim yaratyapti? Bunaqa sistema bo'ladigan bo'lsa, buni mutlaqo keragi yo'q. Shaxsan o'zingizda ishonchli odamlaringiz bo'lsa, jo'nating. Endi bu bir necha bor bo'lgandan keyin demak bilingki, hal bo'lmayapti bu masala. Buni bilish oson. Oldin ham shu yechimini aytganman. O'sha ishonch telefonlari mutlaqo biron bir yordami yo'q xalqqa. Men shunday deyman. Bular pochtalarning vazifasini o'taganday bo'lib qoldi. Murojaat qilasiz, boradi, ular tepadan bu yoqqa jo'natadi. Bular o'zi bilib o'tiribdi, bilib qoldi bular. Chunki kelgan xatingizni shunday qaraydi, tab o'qidi. Ha, bo'ldi, pinagini ham buzmaydi. Boshida qo'rqardi, u kelib qoldi deb. Endi hovlig'i bizlar kelgan paytlari ham bo'lgan. Oddiy muloqotlar, murojaatlar bilan yaxshi natijalarga erishish boshlagandik. Keyinchalik bular 1-2 marta bu yo'lni qildi. Boyagi 1-2 ta bir yolg'on nimalarni jo'natib yubordi, tushuntirildi, qildi, rasmga oldi, qilib jo'natadigan bu o'rgangandan keyin bu mutlaqo qarayapti, u yoqdan so'rov yo'q, oxirigacha tekshirish yo'qmi? Bular endi o'zi bemalol kreslada o'tiradi, joyiga chiqib o'rganmaydi, siznikini shunday qaraydi, sekretarga aytadi, "Olib kel" deydi, nariga deydi, nimanikini deydi, Falonchayevga qarashli joyda nimasini olib kel deydi, ikkovini solishtiradi, ikkovini chatib betib deydi, bitta xat qilib ber deydi, jo'nat deydi. So'ramaydi baribir deydi. Mana bu yerda bechora fuqaro qachon kelar ekan deb 15 kunda ko'riladi deyiladi, uni kutadi. Keyin bu yoqda bir necha kundir uni kelishini kutadi. Xullas umrini o'tkazadi. Bu O'zbekistonni bu bilan rivojlantirib bo'lmaydi. Bu endi tepadan berilgan narsa bu yoqda ijrosi amalga oshmagandan keyin bunaqa sistemalarni mutlaqo quritish kerak. Mutlaqo. Sizdan avvalambor iltimos so'rayman, mana bu ishonch telefon yolg'on xalqqa bir manfaat bermaydigan ishonch telefonlarini yo'qoting. Uni o'rniga mana yaxshi bitta sistema qildingiz hozir. O'zingizga faqat bo'ysunadigan korrupsiyaga qarshi tizim tuzdingiz. Haqiqatan men eshitib turibman, boryapti. Hokimning zamlarini ushlab kelyapti, borib prokuraturalarni juda joyiga qo'yib kelyapti. Lekin bu sistemani xalqning manfaatiga ham ko'zlab ish qilsalaringiz, bu juda bir nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Xalqqa shu ishini shunchalik orqaga tortayotgan, butun xalqni g'ashiga tegib, unga bir tazyiq, unga bir noto'g'ri mana bu sudlar shu qonunsiz ishlarni qilib, ijrolar chiqarib turgan sudlarning ustidan mana shu nazoratlarni kuchaytirsangiz, shunga o'xshagan bir tashkilot o'zingizga puramay, o'zingizga taalluqligina tashkilot tuzsangizgina bu narsalarga yechim topa olasiz. Men buni tushundim buni. Chunki xalq bilan muloqotingiz bu yerda ochganlaringiz, bular men o'zlariga aytganman, pochtalyon, u yoqda ishonch telefonlar ham aytaman qo'rqmasdan pochtalyon, sababi jo'natyapsiz, xalq u yoqqa sizga yana jo'natyapti. O'rta yo'lda u bu yoqqa kelgan narsa bularning qo'liga tushadi, o'zgarish qilmaydi, o'zi o'rganib oldi. Bu narsani mutlaqo bizga keragi yo'q. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman, hurmatli prezident, mana shu O'zbekiston Respublikasida
olib borayotgan mana ko'pgina korrupsiyaga oid ishlaringizdan ko'rib turib, shunga ishonch bildirgan holatda hozir yana ham umid bilan aytayapman sizga. Chunki yana ham murojaat qilaman. Mana shu Samarqand viloyati Nurobod tuman fuqarolik sudi raisining xizmat tekshiruvi o'tkazib, uning ishini ko'rib chiqishingizda unga nisbatan tekshiruv o'tkazib chora ko'rishingizni so'rayman. Men shaxsan bir fuqaro sifatida. Keyin mana O'zbekiston qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik vazirligi Nurobod tuman bo'limida mana Rahmonovga nisbatan buni ham xizmat tekshiruvi o'tkazishingizni so'rayman. Sababiki bu odam kelib turib, ichki, ya'ni o'zlashtirish holati bo'lgan korrupsiyaga oid tekshirishlarni mutlaqo qilgan emas. O bitta shu keyinga berilgan holat bo'yicha xulosa qilib turib menga bitta 4 ta xat jo'natib yuboryapti. Keyingisi mana bu yerda men o'tgan safar chiqish qilyapti Samarqand viloyatida. Ya'ni nima edi bu? Sayyor qabul bo'lyapti, bu televideniya bo'lyapti Samarqandda. Men u yerga xat qoldiryapman. Buni ham xuddi shunday. Bular oddiygina yopyapti, qo'yyapti. Raz joyida o'tirib, bu yoqqa siz aytayotganda chiqish kerak, joyingda o'tirma deyapsiz, lekin bular joyida o'tiradi bular. Bu degani bu sizni umuman hurmat qilmaydi, xohlagan ishini qiladi bular. Shuning uchun men sizga bir oddiy sizni fuqarangiz sifatida sizga murojaat qilyapmanki, qayta yana qilyapman, sizga yetib borsin deb umid bilan. Bu usli odamlar g'ashiga ham tegib qolgan, ko'pchiligiga masalan yozadi kommentariyada, yetmaydi falan qilmaydi. Odamlarga o'qish yoki kommentariya bildirish shart emas, majburiy emas, asabga o'tirmangizlar. Murojaat qilyapman prezidentga, даже prokuraturaga murojaat qilmayapman. Prokuratura ham menga umuman bir foydasi tegmaydi degan tashkilot deb aytayapman sizlarga. Prokurorlar menga u yoqdan jo'natgan narsani joyida o'tirib xat berib yuborgan. U ham turibdi, xat berib yuborgan. Ko'rish yo'q. Joyida o'tirib xat berib yuboryapti. Borsam o'tiribdi zerikib. Nurobod tuman prokurorlari o'tiribdi zerikib. Qani bir chiqib bir prokuratura degan tashkilot chiqib bir ko'rish kerak emasmi? Ko'rib bir joyida bir ochiqcha qilish kerak emasmi? Bittasi aytayapti, dedi aka dedi, endi dedi siz dedi unga gapirdingiz, prokuror gapirdingiz, palonga chiqdingiz, endi sizni qo'ymaydi, xalq qo'rqib qolgan, endi bittasini dedi kim mana bir nimani taqqa qo'ygan emish, palon qilgan emish, endi sizni ham dedi shitteylasa boshqa qiladi. Men xalqning hali men o'zim haqimda shuncha narsani hal qila olmayapman. O'zim haqimda chiqyapman. Meni agar o'zimda ham huquqimda cheklasalaring bor-ku, sizlarni Alloh o'zi jazo qilsin sizlarga. Mana yerdagi mana bu hoji bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, bularni Alloh ko'rsatadi, xudolasa. Lekin men o'zimning muammomni ko'tarib chiqyapman. Hali bitta oddiy, menda boshqa odamda ham o'ziga yarasha muammo bor. Kimdir chiqa olmayapti, kimdir chiqqani bilan foydasi yo'q. Menga o'xshagan odam ko'p. U birovning masalan borib bunday ekan, unday ekan demayapman men. Borib turib birovning muammosini ko'targan emasman. Men o'zim oddiy shunchaki haqiqat bor yo'qligini mana shu O'zbekistonda men ko'rsatib beryapmanki, sababi boshqa variant yo'q. U yoqqa chiqsangiz ham, bu yoqqa chiqsangiz ham shu umuman hech narsa natija bo'lmayapti. Shuning uchun sizni o'zingizga chiqyapmanki, mayli, agar shu menga zarar bo'lsa, Alloh zarar bermasa bo'ldi. Bandasining zarari hech narsa qila olmaydi. Zarar qilguvchi bo'ladimi, zulm qilguvchilarga Allohning g'azabi bo'lsin, Allohning la'nati bo'lsin. Men shunday deyman. Shuning uchun sizni hozircha mana bu bo'layotgan ishlar yuzasidan sizga mana murojaat qildim. Sizdan mana shu Samarqand viloyati Nurobod tuman mana boshqarda o'tirgan mutasaddilarni ishini nazoratga olishingizni so'rayman. Va meni mana shu yerda noqonuniy deb topayotgan, jarima qo'yib turibdi, nohaqlik bilan yer egallanish taraflari bo'lib turibdi. Yana shu bilan birga majburiy ijroga nohaq o'tkazilib turgan yer masalalari bo'yicha bir ishlarni bir nazoratga olishingizni so'rayman. Salomat bo'ling. Hammaga rahmat.